深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指すから僕ならただにつける Never look back Ha buni kutmagandim. To'g'risi, u allaqachon o'lgan deb o'ylab yurgan ekanman. Qara-ya. Sen yetkazib berishni eplolmading shekilli. Buni bajarishing kerak edi. Buni yetkazib berishni sen aytganmiding? Yo'q, men bir yollanma ishchiman xolos. Shuni men qildim demagin faqat. Buni men qildim. Bu shunchalik muhim narsa deb o'ylamagandim. Uzr. O'zi nimaga kechirim so'rab olsan? To'g'risi menga farqi yo'q, kim qanaqa buyurtmani buzishi. Meni ishim faqatgina anu bolakay. Men bo'tga faqat uni olib ketish uchun keldim. Sen Roloni olib ketaman deyapsanmi? Ha, to'g'ri. Menga shundoq bolalar yoqadi. Qaytarish! Bu qatdan keldi. Sen meni yo'limdasan. Xo'sh, anu xizmatkorni menga berasanmi? Rolo haqida gapiryapsanmi? Men uni ismini bilmayman. Sen orqangda turgan bola menga juda ham ko'p pul keltiradi. Aniqrog'i uni o'ligi. O'ligi dedingmi? Nima deganing bu? Men uni yaxshilikcha tirik olib borsam ham mijozim uni o'ldirishi kerak. Nima farqi bor? Men ularning ishini biroz yengillashtirib bersam. Men tushunmayapman, nima balolar deyapsan? Seni tushunishing shart emas. Qaytarish! Nimalar bo'lyapti? Sensei va anu notarish odam shunaqangi tez urishyaptiki, hatto men ko'rishga ulgurmayapman. Lenibor xonim, iltimos mendan uzoqlashmang. Sen oddiylardan emas ekansan-a? Qaytarish! Sen meni yo'limdasan. Balki boshingni chopishdan boshlaganim ma'quldir. Qaytarish! Aqlga sig'dirish qiyin. Shu kichkina pichoqchani zarbasi shunaqa kuchli portlovchi to'lqin qildimi? Anu birinchi urushgan moldagi kabi. Yo'q, hatto kuchliroq. G'alati. Qaytarish! Ishlar chatoq. Faqat o'zimni sezgirligimga ishona olaman. Ham uni qo'riqlab ham urishsam, tez charchab qolishim aniq. Sen
Nima o'lmayapsan? Bunday davom etishi mumkin emas. Men yaqinlasha olmayapman. Ines, vaziyat xavfli. Iltimos, uzoqroq turing. Ozgina yaqinlashsak ham tutilamiz. Bu yuzni adashtirib bo'lmaydi. Bu o'lik odam. O'lik odam? Sobiq S darajali sarguzashtchi. Zadu o'lik odam. Zadu o'lik odam? Voy ha, men roziman. Zo'r bo'lardi. Kechirasiz. Ines, sen qo'riqchilarga yordam beryapsan deb o'ylagan edim. O'sha ishni qilayotganimda buni topdim. Bu tugallanmagan ish hujjatlari. Ko'zlangan maqsad o'lik. Unda shunday deyilgan. O, hammasi tugagan. Rasmiy ravishda nishon allaqachon o'lgan. Rasmiy ravishda? Zadu o'lik odam. U yoshligidayoq S darajali sarguzashtchiga aylandi va keyin S darajalilar uchun nishonga aylandi. S darajalilar? Nishoni kim? Insonmi? Juda qiziq eshitilyapti. Men borib o'sha yigitni o'ldirib kela qolay-a? Yo'q, Ha? u bilan jang qilishni tavsiya qilmayman. Ha, bu to'g'ri fikr. Nima? U shunchalik yomonmi? Hatto instruktorlar ham qo'rqishyaptimi? Men buni ko'rmoqchiman. Aslo yo'q. Bu Zadu. Juda ham kuchliga o'xshaydi. Biz shunchaki o'ldirish uchun ko'proq odam yubormoqchi emasmiz. Hozir u bilan jang qilmoqchi bo'lsak, bundan hech qanday foyda ko'rmayapman. Sizga qiziqmi? Ha. Bolaligida u Gunom alkimyosining haqiqiy san'atini puxta egallagan. Va 13 yoshida u ajdarho qotili laqabini oldi. 13 yoshligida deysizmi? U mendan ko'ra daho edi. Uni qobiliyatlari bundan keyin ham tan olindi, ahmoq. Shuhrati esa chet elga tarqaldi. Va u barcha sarguzashtchilarning cho'qqisiga aylandi. Voy, xudoyim, u mukammal ertak qahramoniga o'xshaydi. Nega bunday odam nishonga olinadi? U o'zining mo'l-ko'l iste'dodi va texnikasidan har doim ham to'g'ri foydalana olmagan. U yerda hammasi yozilgan. Savdogarlar oilasining 36 a'zosi, Sarenslar hammasi o'ldirilgan. U haqiqatan ham oddiy odamlarni o'ldirganmi? Gildiya assotsiatsiyasida ba'zilar hatto uni sarguzashtchi litsenziyasidan mahrum qilishni taklif qilishgan. Biroq uni gildiyaga qo'shgan hissasi juda ham katta edi. U shuningdek yakka holda maxluq tahdidi falokati darajasini pasaytirdi. Oxir-oqibat Zadu bilan qanday munosabatda bo'lish haqidagi fikrlar turli xil bo'lgani uchun bu ish to'xtatildi. Bu odam har bir buyurtmasini ajratmasdan qabul qiladi. Bu unga pul olib kelsa bo'lgani. Uning uchun axloq, ijtimoiy odob, millat tarixi unga hech qanday ahamiyati yo'q. Bu eng yaxshi misol. U butun bir mamlakatni vayron qildimi? Uni mijozi talab qilganidek, u mamlakat armiyasini bir o'zi yo'q qildi va butun qirol oilasini o'ldirgan. U xuddi goblin uyini ezgandek edi. Ko'pchilik buni payqashdi. Go'yo u yaxshilik va yomonlik haqida hech qanday tasavvurga ega emasdek edi. Ko'p sarguzashtchilar tomonidan Zaduga e'tiroz bildirilgan. Uni boshi uchun katta mukofot va'da qilingan. Lekin o'liklar tog'i borgan sari kattalashaveradi. Boshqa bema'ni qurbonliklarni oldini olish uchun gildiya uni muvaffaqiyatli o'ldirganini ochiq e'lon qildi. Shuning uchun o'lik Zadu deyisharkanda. Ha, falokat. Men yiqqan kolleksiyamdagi pichoqlar deyarli yo'q bo'ldi. Hammasini sindirib olganim uchun uzr. Lekin sen bizga hujum qilganingga o'zing aybdorsan, to'g'rimi? Mendan kechirim so'rama. Lekin shu holda ham men mifrilni tushuna olaman. O'rxalq vajdarchini bunchalik osonlikcha sindirib bo'lmaydi. Sindirgan narsalarimga pulini to'lashim kerakmi? Rostdan ham sani toming ketgan ekan-a. Lekin bu qilich rostdan g'alatroq ekan. G'alati qilich ishlatadigan g'alati yigit. Xo'sh, unda bugun men ehtiyotroq bo'laman. Va Xudoning kuchidan foydalanaman.
Bo'lishi mumkin emas. Uni oxirgi qilichi bo'laklarga bo'linib ketdi. Va bir zumda yuzlab odamni o'ldiradi. U o'z qo'li bilan o'zgartirgan halokatli qurol. Kumush xoch. Qanchasini sindirsen sindiraver, farqi yo'q. Men osonlikcha ko'prog'ini topa olaman. Qanchasini sindirsen sindiraver, farqi yo'q. Men osonlikcha ko'prog'ini topa olaman. Qaytarish. Nor sensei! Hammasiga ulgurmasligimni bilgandim. Qaytarish. Yomon. Kumush hojlar juda ham ko'p. Bunaqada ikkalasi ham halok bo'lishadi. Ularga meni yordamim kerak. O'zimga kelishim kerak. Meni vazifam Lini bir xonimni omon qolishi va xavfsizligi. Men xotirjam ustuvorlik